maslahat verseniz deyman, uylensin. Hanzıga uylenişim gerek. Qandayan yerden qızaq. Agar uylenemen deseng, qaysi bir uyga barsang, şu uyda erkekning gapi gap bo'lsa, so'zi so'z bo'lsa, hurmat izzati joyida bo'lsa, farzandlari hurmat qilsa, ayoli hurmat qilsa, şu uyning qizini olsang bo'ladi. Qaysi bir uyga barsang agar erkek nol bo'lsa, ayolning gapi gap bo'lsa, erkakni plintusdan past qilsa, hurmat izzatini joyiga qo'ymasa, o uyning qizini olmasang ham bo'ladi. Onday yerdan Xudo bo'lmanglar. Yaktan şu erkekning kuni sening boshingga tushadi. Tushundingmi ukajon? Uylensang yaxshi bir yerdan ag'in. Enesini ko'rib qizini al degan gap bor o'zimizda. O namaqul atasini ko'rib qizini ag'in. Atasi agar hurmat izzatin joyida bo'lsa, gapi gap bo'lsa, shu atasini ko'rib qizini ag'in. Tushundingmi ukan? Assalomu alaykum aka-ukalar, aynalar. Bir tane like'ni basbalik gruppama ko'p shunday taylab qo'yinglar. Mana aynalarimiz kelgan. O'zimizning aynalar qayerdan kelgan? Tajikdan. Qalqazobod, Sargazin. Buna buyoq Sargazin. Buna Jatqan ham Sargazin. Buna buyoq Qalqazobod, yangi turmush. Buyoq ham qayerda? Tuyachidan. Ittifoq. Ana aynamni qarang, baylab qo'y. Bola Sargazindan ekan.